Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlar bilan mana navbatdagi boqilayotgan mollarimizni mana kechki yem berish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz videolarimizni boshladik. Mana kechki yem berish jarayonida mana bu katta buqamizga sho'rha, kunjara, kepay, silyos hamda mana shakallar beramiz. Bu hozir dadil yem beryapmiz bu jonivorga. Kunjara ham adashmasam endi biz tortmaymiz. Bir idishda shu bir mahaliga 1 kilo atrofida beryapmiz. Kepay 1,5 kilo atrofida bo'lyapti. Silyosda shu 7 kilo 8 kilo beryapmiz bir mahaliga. Sho'rha ham shu 1 kilo atrofida, shakalda ham shunaqa 1 kilo atrofida bo'ladi bir mahaliga. Shunaqa yem yeyapti. Hozir bu jonivorning yeyishlari, o'zgarishlari ham yaxshi, chunki o'zi kuchli yem ham yeyapti. Mana ko'rishlarim mumkin, yemi ham juda jirli. Jonivorimiz yaxshi, ko'z yemasin, Alloh barakasini bersin, yaxshi qo'shyapti. Bular ham mana kichkina bo'zaklar. Bunisi Greenford. Bularga shakalda silyos qilib aralashtirib beramiz. Kunjara kepa ham ozroqdan beramiz. Mana bu uni sheriylari. Bu shu simental tozarog'i. Bulari simental gibrid. Mana ko'rishlarim mumkin. Bu Angus gibrid bo'lsa kerak, chunki sifati, bo'yinlari shu Angusnikiga o'xshab ketadi, kallalar, tuzilishlari ham. Ko'rishlarim mumkin. Bularga ham mana silyos, shakalda, keyin kunjara kepay beramiz. Kunjara kepayni bularga ozroq beramiz, chunki bular hali o'simdek mollar. Hozir bularga kunjara kepay ko'p berib, bular semirtirib qo'yganimiz baribir foydasi yo'q. Hozir chunki hali bir ko'p baqiladi bular, inshaalloh 7-8 oy davomida yana baqilib keladi. Bular ham hozirgi kunda yaxshi qo'shyapti, ko'rsaymasin jonivorlar. Yeyishlari ham o'ta xo'ra bular. Olinganiga bular shu 100 kun atrofida bo'lib qoldi. Yaxshi o'zgaryapti jonivorlar. Ko'rishlarim mumkin mana. Bularni shu yana 3-4 oy davomida shuna yem bilan baqamiz. Xudo xolasa keyin kunjara kepayni oz-ozdan qo'shib boramiz. Asha oxirida shu 3-4 oy shu yemlash jarayonida dadil yem berib, katta buqam singari shu kunjara kepay, sho'rha shularni ko'proq qilib dadil qilib beramiz. Keyin xudo xolasa biz o'ylagan natijani qiladi inshaalloh. Mana ko'rishlarim mumkin, jonivor yaxshi. Yaxshi qo'shyapti mana shu kunlarda ham, ko'rsaymasin. Bu kalmik gibrid paroda. Ko'rishlarim mumkin, jonivor hali Angus parodaga o'xshab yaxshi o'zgarar ekan. Tana tuzilishlari ham shu Angusga o'xshab ketar ekan. Mana bo'yinlari ham, yelka, qo'llari ham juda yaxshi to'lar ekan, tepa qismi ham. Rosa shu Angusga o'xshab ketar ekan bu nimasi, tuzilishlari.